Assalomu alaykum. Sizlarga Bag'dod bozorini ko'rsatib o'tamiz va darvozalarimiz bir qator kvadrat metrini pullarni aytib o'tamiz. Mana bu darvozamizga kelsak, materiali 1.8 lik, kvadrat metri 800 mingdan kelib chiqadi. Bu darvozamiz 1.8 2 qavatli bo'lib tayyorlangan. Nejdinkalari o'z me'yorida chiroyli bo'lib tayyorlangan. Bu darvozamiz kvadrati 1.200.000 so'mdan. Mana darvozamiz bor, hayt sifatida tayyorlangan. Buni kvadrati 700.000 so'mdan kelib chiqadi. Bu darvozamiz kvadrati profillari 1.5 lik bo'lib tayyorlangan. Listning qalinligi 1.3 lik, kvadrati 650.000 so'mdan. Mana darvozamiz bor, profillari 1.7 lik bo'lib tayyorlanib, listlari 1.3 lik bo'lib tayyorlangan. Metr kvadrati 700.000 so'mdan. Hozir ichkariga kirib o'tamiz. Mana bir darvozamiz bor, bozorning ichidagi darvozalarimiz. Buni kvadrati 700.000 so'mdan kelib chiqadi. Hozir aytib o'tgan materiallarimiz bilan bir xil materiali. Bu darvozamiz kvadrati 550.000 so'mdan kelib chiqadi. Bu darvozamizda materiallari bo'lsa 1.8 lik, 2 qavatli bo'lib, sklovatlari bosilgan. Qirg'oq tog'i 8 ga 4 profilli, ichki profillari 6 ga 4 qalin profildan bu tayyorlangan. Juda ham chiroyli bo'lib, mana Bag'dod bozorimiz. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz qoldiramiz. Kim so'rilar xohlab qolsa, so'rilarimiz ham bor. Temir so'rilar ham yasab berilaveradi. Taxtali so'rilarni zakaz qilsalaring, arzonroq qilib tushib, o'zimiz ustalarimiz bor, kelishtirib beraveramiz. Doim sog' bo'linglar. Murojaat uchun telefon raqamni qoldiramiz.